charchamayapsan bo'y bilan bilma. Yuzingdacha, yuzingda. Voy, endi keldim uyga. Nima bo'ldi? Dicha. Og'izga bermanglar, og'izga bermanglar. Nima gap? Sardor tinchmisan? Bo'ladi, o'zing tinchmisan? Bilaman, unda jalab. O endi padarka ursa bo'yapti. Men qara, uning kutiga sizga. Hamma kelib, og'iz qamalib ketdi deb yozishyapti. Молодец. Ay, yo'q, qamalmaymiz, nima qamalamiz? Jinoyatchi emasmiz-ku biz, ona sizga qamalib ketaverib, tekindan tekin. O'zbekiston Respublikasiga xizmat qilamiz, biz tavba qildim, Hamma az qamaldi deydi. Dicha qo'yapti qamalishga. Ozgina qo'yapti. O'zbekiston Respublikasiga xizmat qilamiz. Nima qilyapsan? Muammo bo'layotgan bo'lsa chiqib kel oldim. Yo'q, chiqib ketolmayman. Onasi sizga zapret qo'yib qo'yibdi-da menga bilan. 22-kundan zapret qo'yilgan ekan menga. Sen nima bolasan? Nima bo'ldi senga? Ish bo'lgan, o'shanga zapret qo'yib qo'ygan. Gaplashamiz. Yozsa biladi, yo o'qiysan, tunga yozib javob yozmaysan. Yo'q, ko'chada edim-da, ko'chada edim. Endi hali oldimda odam bor edi, kim kelmadi. Hozir shu desang, top birda olib qo'yamiz, bilib-bilmay. Esingani. Olish kerak, uyatda jalab top birda o'y, mana Bonito tavba qildim. 35 yildan beri mana shu ayol o'lib ketmadi. Shu Bonito biz qutulmadik. 80 ta odam bilan o'tirsa ham shu bilan 80 ta odam bilan o'tirsa ham butun dunyoliklar boryapti. Shu Bonito hozir mana 5000 Ali Badat o'zimiz 5000 odaming bilan borsang ham urib tashlaydi shu Bonito bilan. Nima balo bu? Abi yuzlaringni ochib o'tiringlar, tarixiy sahnalarga 2 minut qoldi. Nimaga tarixiy sahnalar? Men bilimdagi gapni aytsam bo'ladimi? Mumkin. Onasini sizga Aqbalani topib beringlar menga. Kimda? Ertaga aka, shoshilmay menga vizit qilibdi u. Vizit qilibdi, o'ynaymiz ikkalamiz. Qo'ltiga sikib qo'yaman, shoshilmay. Kimda nima bo'ldi Aqbali? Ertaga qilma, iltimos Sardo, ertaga qilma. Ertaga chunki bankdan vizadan yechiraman, vizaga dabayt qildiramanda unga vaqt ketadi. Seshanba kuni onangni sikkaydi yerdan olib, onangni sikka qayerdan kelgan bo'lsa o'sha yoqqa jo'natib yuboraman har round. Nima bo'ldi? Yurmaylar, og'izga yurmaylar. Nima bo'ldi? Dilimni og'ritdi. Voy bila Omrat chiqmayapti, suv tashladim. Nasamedi jalab. Ali Banatni dilini og'ritgan odam u dunyo bu dunyo kechirilmaydi. Men sizga Aqbalani, ishimga futbolga kiyay. Emotsion ko'rsataman bu har roundga. Menga bermaylarmi u Sardor? Sardorga beringlar, Sardorga ber. Biladi. Dilzodaga mehnatlari samarasi aka. Akalarni to'g'ri. 1 minutdan keyin Qani? Qarabdi, 1 minutdan keyin Top birda bugun qarshi olamizmi? Oldikmi? Oldik, mana ketdi. Молодец, tabrik. Bilat. Voy bilat, top 1, kalit. Buni yuvish kerak endi. Nima qilinglar, ro'za chiqdi, bo'ldi, piva, aroq-paroq. Ichkili. Sizlarni tabriklayman do'stlar. Top 1da oldik, joninglar sog' bo'lsin. Bu hafta ham olamiz onasini sizga ishonamiz. Xudo xohlasa. Sardor tabriklab qo'yay mana. Top 1ing bilan. Davom yashagin. Yes. Aslida biznes ko'paytirib qo'yish kerak. Shu narxini bir onasiga 150 ming bir hayda qilib qo'yish kerak. 1 ga qilib qo'ysa, 1 ga emas, 5 ga qilib qo'yish kerak bilan. Zaybal qiladi, kelib efirda ham
Arzimagan-da u. Urib o'tirishibdi kelib olib. Akalar bir bo'lib, olovcha bo'lib yonakanmi? Ha? Mana. Voy bala. Mana bular viza. Tabrik. Lekin rasmga ham yarasha ekan bu bilet. Tabrik. Petrol endi. Ey bilat. Indamay qo'y, tabrik. Ali Banatga og'ziga bitta berib qo'ya, bermaga o'zi men qolib. Tabrik. Bravo. Reko brat. Voy bilat. Tabrik. O'zi 2 kun efir qilmizda haftada. 2 kunda topirroqmiz. Onasiga 7 kun efir qilsa bu dunyoni birini olamizmi? O'zi yetadi 2 kun qilsang o'zi mana becharalar ham qiynab. Az o'zini o'ylab gapiryapti. Biz becharalar bugun ham sikildik bilan 6 raund yutalmadik bilan. Biz battle o'ynaganimiz yo'q deydi, ro'zicha o'tirdik. Bu hafta bu Endi mana bu haftadan azgan pamagat qilamiz endi. Bugun azda. Bugun bo'y ham kiradi, xudo xolasa. Bugun aktiv qoshimda bordi mana eski. Qosh olingani ham bilinmay qopti. Qosh olingani. Boyga kecha nima qildi? Qashog'ini osiltirib o'tiribdimi bilat. Yebba. Odam emasda. Boykani mo'mas. Og'ziga bo'ldi. Bo'yga. Boykani mo'masini olmay uraverdim ya. Yomon bo'ldi. Qorami shun. Sardor ularni auditoriyasi rus. Ularga ko'taraveradi. Onasini auditoriyasi rus. Malades deydi, krasavchik deydi. Mujik deydi. Gapingga javob berding deydi. Aziz zombi bor-ku, ko'rdingmi? Uyini tikdi. Uyini tikdi. Zombi. Nima uchun? Uyini tikib yubordi. Agar dedi, yutsen dedi, uyimni tikdim dedi, men shu uyimni nomingga o'tkazaman dedi. 20-nechi-kuni o'ynaydi xonida. Bo'y ketdiki, meni duxim yetmadi. Boburlar qaytib, Boburlar yo'q, palonchi yo'q dedi. Palonchi kuni o'ynasang o'ynayman dedi. Ha, eshitmadingmi? Bobur Ko'rva biznes katta qarzga kirib ketgan ekan. Onasini amiga kirib ketsin. U bunaqa danat qilgandan keyin kirib ketadi. Ali Banat. Onasi 3 oy, 4 oy, 5 oy kecha ham biznes urdi. Men o'zimdan xavotirdaman. Nimaga? Mana shular qattiq ketmaganman. Boyga bilaman. Endi Ali Banat siz uchun Dajjal aka, u qarang. 50 ga chiqish uchun qancha pul ketadi? 50 ga chiqish uchun. 100 ming, 400 ming dollar pul kerak. 1 million dollardan ko'p pul ketadi, nima degansan? To'g'ri. Qanday 300 ming? U Boburda 5 ta profili bor. Sardor 5 ta profili bor jalabdi bilan. 900 ming dollar, 1 million dollar pul ketadi 50 ga chiqish uchun. 1 million dollar. 5 ta 1 million dollar. Boburda 5 million dollar urdi. Qara, Boburda bir narsasiga quyit qildim-da, Sardor. Zamiraga urib turib, zamiradan o'tib turib, o'zini urganini mendan yutyapti. Ishonasan? 300 mingmi, 400 ming urib ertalabda menga kelib, Boburda. Zamiraga uryapti, zamirdan o'tib o'zini urgani o'zi oyapti. O'ziga sizga o'ta vahshiy odam ekan bo'lsa ham, maniyak ekanda, tushundingmi? Bu maniyak emas, bu profil ko'p almashtirishni ham sababi, pamoyim shu 50 qilsa kerak. Hoji bola keling. Hojim, bilajalar. Yordi, onang. Men Mana tabriklab qo'ydi. Og'izga olish marosimi boshlandimi? og'zini oching, sizga ham bitta berib qo'yay, Hoji aka. Hali yarashtayim boshlangan yo'q-ku. Sen berasanmi, Aziz? Oching. Boshingda aziz. Boshingni yutkazing. Akpeng yutkazdim. Sardorniki tavaritdi. Sardorniki tavarit. Bunda usela bo'ladi. Hozircha menikini olib turavering, keyin Sardornikini olasiz aka-ana. Bilat. Hoji akamga jalab Hoji akamga bilinmaydi ham biladi. Hojiga bilinmaydi. Tushundingizmi? Tushunmisiz?
Anjoniy sog'mi? O'zingiz yaxshimisiz? O'zingiz. Yaxshi. Aziz kecha bo'lagan xabar oldingmi? Yaxshi. 70 millionmi shunaqa pul yig'ilibdi. Malades, rahmat, savdo senga ham kattakon. Akalarga xalqqa rahmat. Jo'lar sog' bo'lsinlar. Malades akalar, rahmat sizlarga. Drakon aka sizga taylanma chiqmayapsiz aka. Sardor, anaqa qilib turgin, efir ochib turgin, bu Alibanat videoshiga kutib qolyapti. Nega? Ali Banatdan nima qilishni bilmayapti. Ali Banatni o'zi qo'ymaydi. Meni zerikib qolsa bo'ldi. Sardor ocha onasini siki och deb qo'ymaydi. O'shanga aytyapman, bugun ham o'tiribmiz, yo'qsan, Alibanatni o'zi oxiriga efir ochdi. Nima? Bilan. Musayev nima dedi? Ali Banat Shuhrat Musayev bilan gaplashgan videolar chiqib ketibdi. Yo'q, ko'rganim yo'q. Yo'q, ana unda qilib gaplashibdilar. Ha, ya, hech gap yo'q. Odam yana to'rtta ko'ring. Mayli, yaxshi o'tmata, biladi. Shuhrat Musayev ham yaxshi bola. Bilad aziz seni sikorasan yo banora eng yoqtirmayman shu narsani. Qancha shu onasini skesh padarkan? 100 ta bo'lmaydimi shu padarkani? Ham o'zingga beradi. Diyor salom, alaykum assalom. Do'stlar, jonlaringiz sog' bo'lsin. Eshityapsizlarmi? 70 million tushgan ekan kecha, 70 million. 60 million, 70 million tushgan. Ya, ancha yordam berding, malades. Hisoblashaman, ancha xursandman. O'zi oz qoldi bo'lmasam, ozginadan keyin o'zi chiqadi. Lekin borki, uniki bu kuni Bobur Ko'rvani yutganda buncha maza qilmadi, mana kuntaga urgan. Yomon gapirdi-da bitta. Ali Banat dedi, ko't dedi, gandom meni ko'tligim kerak bo'lgan suka bilan. Ana boykanmi kunta? Ha. Aka qanday og'izga berdim? Qoshlarigacha oyoqlari yirtilib ketdi sizga. Haqiqiy o'lim batl bo'ldi, o'lim. Yomon o'lmaydi. Ana u Laylaga quyit qilyapti. Bobur urdi-ku ikkinchi raundda. Bizanikilar charchagandan keyin. Laylacha quyit qilyapti. Bugun sen qoshingni unga yutqizdingmi? Ha, u onangizga kelginga bitta almas va kimdir kelib olib, piz uryapti. O'g'lim, assalomu alaykum o'g'lim, jimisiz? Ya, u bonaga qanavcha oting qurisin nima edi? Tochgacha qo'yib olibdi Bobur bizdan parajina bo'lgandan keyin sharmanda bo'ldi-ku. Tochgacha qo'yib olibdi, qop-qora nekchada tochgacha qo'yib olibdi, harrom. O'sha ani Boburnikina? Bobur, ismi. Zamiraga ham boya shunday desam, bunday huquqliga qayerdan bilding deyapti menga. Men kuzataman. Men kuzataman buni. Bu gapni aytasan. Ana bilan ko'rishdim Monster bilan. Video qo'yadi ertaga. Monster bilan ko'rishdinglar? Aziz. Azizda ham boshqa qilayotgan ishi yo'q-da, bilad, boshqa qilayotgan ishi yo'q-da Azizda ham. Ha, Monster bilan ko'rishdik. Aziz erkak mamnunday bo'ladi, og'ayni erkak mamnunday bo'ladi. Sher keldi, sher. Yepa. Voy bilan. Yo'q, Sen boydan beri og'izga harakat qilyapsan. Aziz ko'rdingmi, sen bizani og'zimizga bermoqchi bo'lyapsan, lekin biz senga sher berdik. kim Sardor otasiga rahmat. Mana Sardor gangster bor-ku. Otasiga rahmat. Boshqacha Otasiga rahmat, mashi bo'ladi mana. Otasiga ham rahmat. Endi jigarim biladi. Katta bolalar maydalashmaydi-da. Katta bolalar maydalashmaydi. Yo'q, biz katta sichali katta bo'lganmiz, yo'q endi. Katta odamsan-ku jigarim. Onasini ertaga Sardor gangsterga video qo'yamiz, Hammasi Sardor gangsterga biz mana. Man. Dil. Bo'ladi. Hojaga bansadasiz aka. Endi bu Dilshod akamdi. Bu endi siz o'zingizdan unaqa narsalar kam olasiz.
Bu Dilshod akamni mana shu Ali Banat akamni nomidan banchadan yaxshi chiqib oling aka. Mana. Ali Banat bekarga onani duosini olmaydi, mashinalarni mindirib, umrini uzoq qilgur. Haqiqatdan onani duosi juda ko'p joyga olib boradi, aziz. Men senga ko'p aytaman. Rahmat, rahmat. Men har doim voy bala. Ota-onasini baxtiga shular kasal bo'lmasin. Qolgani hech narsa emas. Qolgani topilaveradi. Rahmat. Iloyim. Umrimni ko'pda olavergin. Bu hafta 10 million bilan yopgan bo'lsang, keyingi hafta 11 million bilan yop. Ko'p yopib bormagan. Jinni nazorat ko'p yopgani yaxshi emasmi? Bundan 2-3 tala uradi keyin. Endi 11 million ham yo'qmas shekilli, albatta haftada. O 11 million yomonmi? Akalar yozinglar, 11 million yomonmi? $6,000 bo'ladi-da, kam-da u. Значит, kam ekan men uzr adashibman. O'zi 2 kun kirsa, 1 kun kirsa $6,000 bo'ladi-yu. 30 million yop. Yo'q, 60,000 bo'ladi, $60,000 bo'ladi. 11 haftasiga $60,000 yomonmi? Nimaga men bilan? Bu hafta 11 million bilan yop deyapti. Haftani $60,000 bilan yop deyapman. $60,000. Ularga rahmat. Do'stlar, men reytingga qiziqmayman. Reytingga vaqti qiziqmayman. Endi Rahmat. bugun kelib qo'yapmiz, endi top 1ga kelib qo'yapmiz. Shu qo'llashib bir kirib qo'yadi, yetkazib qo'yadi demda kirdim. Ertaga Sardor Gangsterga cho'tka qilib bitta video qilamiz, xudo xolasa. Ertaga anu kelyapti. Anu Nurbek, mana shu yerda yashaydi. Sherigi qolmabdi, video qilaylik deyapti. Ertaga Sardor Gangsterga rahmat o'tib ketamiz videolarda. Instagramga qo'qamiz 5-6 ta video. Instagramga senga video qilib qo'ydim, qabul qildingmi? Ha. Qachongi video. Yana rekka chiqaveradi, qo'ysang. Ko'zing chiqaveradi. Ya. Qo'y. Ay, bilat, ya. Hali videoda meni power qilib qo'yishibdi-ku, ko'rding? Yomon ishlayapti shu videoda, emi. Voy bala, tabrik omli. Onamni seksapatolik qilib qo'yishibdi. Hammamiz chiqamiz. Onasini emsin. Bala zik bo'lmadi, mashinaga billat men ziklar. Qo'ymaylik. O'zi bilib turdim-da, Sardor kerak emas, otma deb o'ylay agar 1 minut oldin tilimga o'tirib, mana pastdan yozayotdi, hamma Ali Banatga ham tashlang deb aytmoqchi edim, tashamadi. Endi aka, siz aka, bu sirlar mingtasiga loyiqsiz aka. Voy bala, malades. Ko'rishaylikda birgalashib duo qilaylik. Mashaqdan turib. Shir bozor olib ketdi, ko'z tegmasin. Yo, mana zik profilidan kim zik qamoqda turib, padarka otib o'tiribdi, ey. Hurmatli ichki ishlar xodimlari, mana zik qamalgan, nimaga u zik? Nimaga telefon beryapsizlar? Hozir ichkarida ishlatish imkoniyati bor shekilli-da. Padarka otib o'zini profili shu, mana. O'ziniki. Mana. Qani, ushlaylar qani? Mana, men qaranglar, men tepaga qo'yaman, mana. Onang diskimetdan qo'ysa bo'lmaydi-ku. O'ziniki. Haromi qayerdan otyapsan? O'ziniki. Ushlayolmayapti. Gul oting. Mana bu. O'zi. Haromni o'zi ekan. O'zi. Qani, qaysi? Gul otib o'tiribdi. Mana gul otib o'tiribdik. Mana bu odamlarning ichiga qarasang, padarka tashlaganlarning ichiga qarasang 34-o'rinda. Mana. Men bitta rasmga olaman. Mana gul otib o'tiribdi bizga. Zik bu kunlarni ko'rmadik aka. Bu kunlarni ko'rmadik aka. Zik. Sardor hammaga she'r otyapti aka. Iqtisodiy ham bor edi ertadan keyin. Mana 70 million anonga pul yig'ib berdik. Sen yo'qolding aka. Seni rizqing ketdi aka. Yana hayit yig'amiz endi xudo xolasa.
Keyingi hayitga yig'amiz endi. Keyingi bayramlarda ko'rishguncha dedim. Ha, mana bechara akam mashitda o'tiribdi. Mana gul otib qamoqda 10 sutka. Tualetda yashayapti, tualetda. Yana qamoqda turib TikTokga kiryaptimi? Ha, o'zi ekan bular. O'zi podpiskamda bor. Ya olmagasizki. Qanday u kiryapti u? Mumkinmi shunday? Tanish bilishchilikmi deyman-da. Ya endi nima demanglar. Hozir masasini yana qochiradi. Nima qildim? Zik akam, Bizdagilar bu hafta qattiq akalar qo'llashdi. Shu akalar qo'llashgani uchun mana rahmat. Rahmat Sardor, shu akalarga ham rahmat. Bizni mana bugun o'tag'am topolmadik, mana sen olding topdik mana. bir qovunga chiqdimi? Allohga shukr. Ertaga qaynam seni duo qiladi. Bir 93 ga kirgan kampir topdim, ertaga duo qilgizaman, qarab turasan. Ana shuni onamni makka har batilimda arqamga olib tegizib olaman. Ona rozi, xudo rozi, qaynamni rozi qiladi. Arqamga o'tirgizib qo'ysam bo'lar ekan, ha? Aziz, lekin o'sha kuni yomon paxta qo'ydilaring-ku. Ha. Ko'nglim eridi. Kut bo'lay agar aytaymiz. 1 million zapravka turibdi-da, onangizga bosib taylamoqchi bo'ldim. Hali ham shayton haydir qaytardim-da, bular, tushunyapsan? Uni zapslasang boshidan ko'rdingmi? O'chirdi, boshlang deyapman. Yon bosib, ketir, batilni bosib qo'y deydi. Unda zik nedirib Sardor bizga. Sizda bo'lmaydi. Otasiga rahmat buni. Mayli menga urmasa ham mayli deb oram. Bildim. Kimdir padarga urdi, azga urdi. Az bizdan yakkalayapsan-a deydi. Sardor seni yaxshi ko'rar ekan deya. Sulton ekan buryapti. Alibanat ham 300 qanchadir million pul topgan. Alibanatga paxta qo'yaylik. Yana onasini so'kib padar. Bu onangizga padarga urmadan u ko'p bo'ladi. Men ko'chada yashab yuribman, onangizga aytib padar. Ali Banatni so'kib turib keyin ulangandan keyin uka ishlayni omadini bersin. Bizdan Zikdan hech kim xafa bo'lmadi. Uni ko'yni o't ochiq odam. Men 500 metr o'tirganmiz, Sardor bilasan-ku. Uni ko'yni o't. Meni ishim shu deb. Meni ishim bugun kim bilan kimni urushtirib yuborsam onangizga kelar deb. Meni ishim shu deb. Bundan xafa bo'lmanglar. Uni qarang, biz ham shu. Biz ham ko'yni jig'irmas. Strashni batirlab bo'lmayapti. Strashni batirlab aytib qo'yay. Qaysidir akamizdimi, qaysidir opamizdimi, yo qaysidir videochilardimi, o'ta ham strashni mana biz kecha o'ynagandek batili bo'lib qolsa 1 million zapravkam bor. 10 narsani amiga tiqib o'raman deb bor. Tayyor turibdi mana. 3 tasi ishlatildi mana. Hali 30 ta she'r turibdi, 30 dona she'rim turibdi shunday. Mana ana Hoji akaga ham yaxshi yordam qilding, joning sog' bo'lsin, biladi. Hoji aka ham qiynalib yuruvdi, biladi. Daysaga pul topolmaydi. Hozir menga qancha tushadi hozir she'rdan? Ha, bitta she'r ovoldida, o'rtada $100 tushadi. Hammamiz $100 Hojaga sizga urib beraman. Qiynalayotgan bo'lsa. Ha, uring Asha aka, Men baribir men yetishmayman, yetishni ham bilmayman-ku. Men umuman Anisada yotibdi-da, shunga yordam qiling. $150. Bo'ldi, shu Hoji akaga urib beraman men. Hoji aka ham yaxshi bo'lib ketsin. O'zi to'g'risini aytsam, kecha Hoji akaga bir ehson qilaylikmi dedimda, qarasam ana bachchani videolari Instagramga ham chiqib ketdi-da, qarasam oyog'i o'ta. Zo'r qilding omma, joning sog' bo'lsin. Men xursand bo'ldim. Tim bo'lib mana shunaqa aytayapman, bundan ham muhtojlar bor-da, zo'r qilding omma. Operatsiyasiga o'zi oz qoldi, nasib bo'lsa boradi endi, xudo xolasa. Oz qoldi. Operatsiya qilib oyoqqa turib Qaltirab qo'yib, shu bilan nomerini aytolmayapti. Shuni siqilaman. Nomerini aytolmayapti. Bor-ku, hayajonlanib qo'ygan. Bor, hadi 5-6 ming odam bo'lib turibdi, Sardorda 12 ming odam u ko'rmagan bilan. Hayajon, Santa Fe akam, assalomu alaykum. Hayajonlangan. Men telefon qilyapman, ey jalab, hayajonlanma, spokойно. Bunaqa vaziyat
100 asrda bir marta bo'ladi, senga yetildi shu narsa, foydalanib olishga. Tamom. Sardor ham har kimga qilib bermaydi bu narsani. Bu ham Alloh tomonidan beriladi. Xudo ro'para qildimi, o'shandan foydalanish kerakda. Tamom. Sardor bir og'iz tamom ketdi. Instagramda o'ta yaxshi bolani yomon ko'raydi odamlar. Qara, xalq yomon ko'rsa ham yaxshilik qildi, ko'ryapsan? Kimga? Azoblash xizmatimi? Ha. Ular negativi juda ko'p bitta boshida. Endi bunday narsada aka Instagram shunaqa narsa. Instagram, TikTok shunaqa narsalarni yaxshi ko'radi. Odamlar ming negativ bo'lgani bilan baribir kuzatadi. Qachon video chiqar ekan deb. Endi bu nima qilsin? Endi shu soha bilan odamlarning xalqi ko'ziga keldi, xalq ichiga kirib keldi. Endi u ham shu 3-4 so'm pul topaman deb harakat qildi-da. Uni ham to'g'ri tushunish kerak. To'g'risi, Dilshod aka nimaga yordam berdim aytaymi? U bolani o'zi kasal bo'lsa ham, o'zi ana shunday bo'lsa ham 30 tani, 20 tadan ziyod odamga yordam qilganini men ko'rdim mana shu bola. Shunday inson o'tiradi, постоянно inson o'tiradi. Auditoriyasidan foydalanib nechta bitta qiynalgan oilaga yordam berganini ko'rdim-da, ana shuning uchun yordam berdim u bolaga. U ayasi o'zini profili zo'ridiku Instagramda. Aktivi zo'ritdimi-ku. Просто blok olib ketib, bitta blok bo'lsa qiyin ekan, tiklanish qiyin bo'ldi endi. Shuning uchun o'zi yordam so'rab chiqdi. Masalan, bitta videodan azaka 20 million 30 million pul yig'ib beryapti odamlarga, deyapti. Ayasi ham aytyapti. Qancha odam o'zingga qil desam, men fakti yaxshiman deb yurib, biz oyog'i ishlamay qoldi. Hassada keldi men oldim, yurolmaydi, to'g'ri hassada keldi. Akkaunti blok bo'lib ketdi. Profili blok bo'ldi, nima? Instagram. David aka, assalomu alaykum. Zo'rmisiz? Malades aka, siz ham yondirdingiz. Siz постоянно ihsonlarda yondirasiz, David aka. Постоянно ihsonlarda yondirasiz aka, malades. Omadzi bersin, ishingiz rivojini bersin aka. Qorin to'ydi jalaba. Shirov oldi, jalab. Bu kelsin endi. Qorin to'ydi. Hoji Baqisadanmisiz? Ha, Baqisadan. Yaxshi oldu o'shanga yordam qilib zo'r oldu. Malades. Yaxshi bola. Do'stlar, bu top hozirgi hisob emas, haftaning oxiriga hisob bo'ladi. Endi xudo xolasa bu hafta qattiq kurashamiz. Meni ham baxtimga yaxshi Azizxon bor. Dedi kapadek, meni hisobiga. Aka, g'animatda bir-birimizga inoq bo'lish kerak. Onasiniski hayot o'tib ketyapti. Kechagina eslayman-da Aziz. Kechagina uyimni oldida Zintra keldi. Mendan birpas ko'zimni ochsam Toshkentda Chorvoqdaman. Qarasam Aziz kelyapti, o'sha yerda ko'rishyapmiz. Birpas qarab 5 yil bo'libdi. Qarab 5 yil umrim o'tib ketdi. Bilan nima yetishmayapti bu hayotda? O'zimga o'zim motivatsiya beraman. Nima yetishmayapti? Hozir mana Xudoga shukr kiyaman degan narsamizni kiyapti. Yeyman degan qizig'i yo'q. Nech pul bo'ladi, nech pul turadi, qizig'i yo'q-da. Santa Fe'ga rahmat. O'shanda ham baribir noshukrmizda, bilat odamzod to'ymas ekan, noshukur ekan. Do'stlar, mana bu kunlar ham g'animat. Xudo xolasa yana 5 yil shunday o'tib ketganini bilmay qolamiz. Qanday umr o'tib ketyapti? Qanday kun o'tib ketyapti? Aka, salom alaykum. Santa Fe akaman menda yorarida qaytmayapti. Santa Fe, Saddam bular bilat qonun ichib yorardi menda turib bular. Saddam aka bormi? Ha, gaplashib turaman. Zo'r insonlar bular. Ancha foydasi edi menga. Aziz bilan biza 2020-yilmi, 2019-yilmi, 20-yilmi, 21-yilmi aniq esimda yo'q. Toshkentda Akbar Million akani dachasida tanishganmiz. 20. 20 edi. 20 edi. 20-yil, 2020. Aziz sen İlyas Odilxon, MMA
Hech narsamiz yo'q, bilat. Onasiga erkit bola bo'lib kistamizda pulimiz ham yo'q, bilat. Kirakashlarda kelgan edik a Sardor a. Mashinamiz ham boshdalar tutib. Bilat. Sardorni haligi qasi bo'lardi, tirkov bo'lardi. Tirkovga anaqa kiyib cho'loq so'rab yurardi. Kirgan joyda. Lekin Sardor o'shanda ham ijod qilaylik deyapti menga. Bunaqa qilishimiz kerak. Aziz video olishimiz kerak. To'xta, maka tushamiz, bunaqa video olaylik deyapti menga. Hali birinchi battle'larni eslasang, kichkina bola bo'lib turgan, Elyor bilan o'ynagan paytlarda mana ko'k o'ynaqa ko'ylaydi. Ha. Kompyuterda oldi, o'sha eng qizig'i hamma narsani saqlab qo'yganda jalab, hani o'zi ishlagan kiyimni ham, o'zi o'tirgan kompyuterni ham. Hammasi uyimda Lekin turibdi. endi bu qara, odamlar mana Sardor aktivi ko'tarilsa, azoy Sardorni aktivi bo'lmagan paytdan beri gaplashib kelgan. O'sha paytda. Bunda ham 200 ta 300 ta odam o'tirar edi, menda ham. Buni ham donatori bitta edi o'sha paytda. Aka urardi, Rossiya oti nima edi? Joni sog'. Maqsud aka, joni sog'. Menda ham 200-300 ta odam o'tirar edi. Bunda ham. Da, Tutipali Akbar aka, jonlari sog' bo'lsin. O'sha Milliondarchada ko'rishganmiz. O'sha inson ko'rishtirgan. Mana misol o'sha paytdan beri yaxshi. Men mana shu Sardorga rahmat aytaman. Kim qanaqa tushunadi, kim qanaqa tushunmaydi. Bular men o'zim yozganman. Shuning uchun men Sardorga aktivim million bo'lib kelsa ham, 1 million bo'lib kelsa ham hech ham xuliyat qilmaganman. Men qiynalgan paytimda menga qo'lini cho'zgan. Yaxshi paytda qo'lini cho'zgan insonni hamisha bilish kerak. Meni efirimda men Sardordan oldin mashhur bo'lganman men. Men o'zi ham bilaman. Men Putin dadam deb chiqqanda esingini sikkanman men. Esingini urganman. Putin dadam deganni. Mana Alibanatlar ham biladi. U paytda Alibanatlar ham yo'q. Putin dadam deb chiqqan paytimda. U paytda batallar juda yo'q edi u paytda. Chingiz aka batalni boshlashdi. Bular odam zotidan sug'urib tashladi aktiv. Odam zotidan. Aktiv menda zo'r bo'lgan. Aktiv zo'r bo'lgan. Odam zotidan sug'urishib oldi bular aktiv. Keyin men yozganman. Meni sharoitim bunday. Men o'zim yashayman. Men bunaqa bilasan. Yordam qil menga, yoningga tort deb turib, men o'zim aytganman-da. O'zim aytganman. Keyin bu Jon rahmat. Keyin bu yoniga tortdim. Do'stlar, TikTok platformasini mashhur qilgan odam Chingiz bo'ladi. TikTok platformasini ko'p odam Chingiz orqali kirib kelgan. Chingiz TikTok platformasini esingida mashhur qilgan odam Chingiz bo'ladi. Keyin mana bir tomoni bor, Sardor. Chingiz TikTok platformasi o'zi oldin Sulton mashhur qilgan, Sulton bo'lgan. TikTok bekilgandan keyin Chingiz ko'tardi bu TikTok platformasi. Chingiz bilasan, hech kimda odam qolmagan. Zo'rida ham 60 ta odam o'tirgan. 60 ta, 40 ta odam o'tirardi. Rossiya bekilgandan keyin shunday. 40 ta, 50 ta odam o'tirardi. Zo'rida ham. Chingiz bilan sen ikkoving jinnilikni qilding, aravalarda ichkiliklarni olib keldilar. Qizig'i shartlaridir, yomon qizig'ida bo'la boru. Ichib olib ikkov bir-birini pizza so'kardi. Qo'y bola. Hozir o'zim shartlar qilishi kerak-ku. U paytda shu oddiy narsa ham qiziq edi bular. Chingiz bilan haqiqatda legenda u. U afsona, mana shu yerda Dalboyoblikni eng katta afsonasi Chingiz bo'ladi. Bizni misol Dalboyoblikda ham nimasi bor-ku, oliy ma'lumotli bor, o'rta maxsusi bor. Eng oliy ma'lumotligi Chingiz Dalboyob bo'ladi. Eng kuchlisi Chingiz. Hali tushingda bo'q ko'rsang boylik deydi-yu, Chingizda shu boyligi ko'tardi. Bo'lmaganlarni ko'tardi. Yomon bo'lgan. Chingiz bilan o'rab olgan, qorong'ida o'tiribdi, Elyor ulandi.
Men o'sha efirda o'tiribman. Bu paytda Chingizda uncha odam yo'q edi. Elyorda ko'p edi. Elyor o'zimizni Elyorda odam ko'p edi. U Zeka emas ekan, Zeka akani kuyovi ekan. Ha, kuyovim mayli. Shunaqa 6-aprelda chiqar ekan, 6-aprelda. Ha, 7-kuni ko'rishamiz deb ketdi. tualetda Chingiz o'tiribdi-da, Elyor o'tib nima qilyapsan qorong'ida deydi. Almatur qilib chichyapman mana deb turdi. O'qini bir ko'rsatdi. Ketdi jalab. Begulayevlardan odamlar kirib keldi. Kimdir bo'qini ko'rsatdi deydi, odamlar qiziqib keldi. U paytda bo'q ko'rsatgan odamga qiziqardi. Hozir onasizki odam o'ldirib yuborsa ham qiziqmaydi hozir. Hozir o'shandan keyin biza o'zimiz bilmagan holatda TikTokda mashhur qilib yubordik. Chingiz bilan ikkalamiz 1 yil o'ynagan bo'lsak, 2 yil o'ynagan bo'lsak. Faqat ikkalamiz o'ynayveraylik, onasiga yillab o'ynasak ham zerikmaydik bir-birimizdan. Yillar. Nigidan ulab olardilaring? Sampo, sen, u. Biz sampolarni keyin kashf qildik-ku. Biz Chingiz bilan ikkalamiz o'ynagan davrlarimizda eng ko'p odam boyagi 800 ta 700 ta o'tiradi. Qolgan eng zo'r katta battlelarda bizda 10 ming o'tiradi o'sha paytda. Onasiga pizdas o'ynaydik-da bular. Yomon qattiq ular. Sardor bilan Chingizda birinchi analar zapslari borku, Sardor o'tib bunday qilib Chingizga ulanib olgan gaplashyapti bir-biri bilan. Fiziz bo'lgan gaplar. Pidarazada u aka meni biladi. Shunday sikarida yo'qdi vayman. Chingizni mana 30 raundda 1-2 raund yutaribdi. Va yo'q. Qo'g'irada suvlar olib keltirib yudiryapti. Ha, bu sodda edi. Aka deb Chingizga bu savol berardi, Chingiz chikka deb sikardi da bor gap bilan millat. Unga shunaqa kerakda, tushunyapsizmi? Hozir tushunardi odamlar, tushundingmi? Mana bunda aytasiz, bitta odam baland turish kerak. Sardorga men ham but qaytaraversam, unga ham yoqmaydi, nahov deydi. Ben shundaychi. Bitta odam past tursa, ketaveradi. Agar bu Chingizga quyat qilganda, Chingiz yo'qotardi buni. Sardor muborakga kontra o'ynadik, ha? Yetuvdik. O'sha paytdan keyin aka dedi, bizlar dedi, qamadi dedi, qaysidir video uchun 15. Nechinchi yil edi o'sha? 2021 bormi? 21 edimi shunday edi. Quyna Sardorni kastamchimi bor edi. Qizilmi? Bu endi yoshi bunga yoqadi. Meni oldimga odam kelsa yoqmaydi. Hozir bunga ham yoqmaydi. Hozir bu yo'qot deydi-da bu. Mana bunga ham yoqmay qolgan odam kelsa yoniga. U paytda bu qiziq qon bo'lgan. Meji City'da yurardi. Hamma Sardor desa bu xursand bo'lib kastamchim. Hozir ona eski sudrasa ham chiqilmaydi. Ashula yo'q endi. Odam ko'paygan deyiladi. Ham davrda. Ya men aka hozir o'zimni o'ta yaxshi his qilaman-da. Men naboroti oldingiga nisbatan o'ta ham qaniyatga kuchaygan deb o'ylayman-da, lekin yaqin mana hozir endi 25 yoshga kirdim. 25 yoshga kirdim. Xafa bo'lmaysizlar, o'sib kelayotgan avlod, mendan keyingi kelayotgan avlod xafa bo'lmaysizlar, yaqin 5 yilda hech kimga bermayman. 30 yoshimgacha qasdlashganman. 30 yoshimda o'zim taxtni bo'shatib ketaman. Shunda Fyodor Emeliankani rekordsini yangilagan bo'laman. 10 yil oxirgi imperator deydi-ku Emelianka. 10 yil imperator bo'laman. 10 yil. Bermayman hech kimga. Bu aniq. Onasini sizga ishtonsiz bemalol yuryapsan-ku, sen birovga berami deyjalar. Ay ko'rmayapmizmi? Senda qaysi bitta boshqa yo'q bu yer yuzida sen. Onasi boshqa yo'q. Qiynalmayapti ham yurishga, spokойно. Asbobchani bekib qo'yadi, buni ham qiladi. Yana nima deb qiladi? Men flash olaman deb, men flash Sardor deb chaqirishadi deb qiladi. O'lyapman tajalab bilan. Yo'q, men yaxshi ko'raman flash qilishni. Yaxshi ko'raman. Flash qilish meni eng yaxshi ko'rgan shaxsim flash.
Ya shunday mazza turyap panjalab. Yana bo'g'ilmaydi ham-da. Yana 30 taga kelishyapti. Agar men onangizga yuradigan bo'lsa 3 ta yuralaman xolos-da. Pashol naxo deyman. Bu 30 ta yuradi. Qanday 30 ta? O'zi 10 tadan ortiq 30 ta. Yo, anavi ham dalbaga qo'tag'ini olib kelib, bu qilib qo'yyapti jalab. Instagramda. Misol 30 yosh normalniy yoshda, 30 yoshda to'xtatsam, normalniy yoshda. Ungacha lekin qilayotgan hali haromliklarim ko'p. Onangni omigasiga haromligini eng cho'qqisi hali endi chiqaman, tomosha qilasiz. O'zi bugundan biz ham boshladik, poni razillik, ifloslik. Eng iflos cho'qqilik endi oldinda, endi ko'rasiz. Sardorchalik qilolmaymiz akalar. Sardor biladi. Bitta odam bo'lish kerak-da, lider. Biz Sardordan sal pastroq turib ko'p bo'lishimiz kerak. Bu eng oldimizda bu. Liderimiz. Keyin nima shu katta unaqa ham bo'lgan. Chaqirma qo'l, eski ko'tdi. Sochingga qo'tam. Sherper uvormagin unga bilan adashi. Yursin bu ineği götüge. Sochqani? Siz gandon. Nimaga? Sen yaxshimisan? Sen ham bilib qolsan gandonligimni. Nimaga? Bitmisan gandon? Nima so'kyapsan? Bunaqa deb gapirayotgan gapingga qiziqib gandon deb yozyapman-da senga. Qanaqa bunaqa. Hali Instagramda batillarimiz chiqqanini ko'rdim, YouTube'da ko'rdim. Facebook'larga, boshqa platformalarga chiqmagan. Shunaqa darajada cho'qqilikka chiqamiz ko'tlikda. O'sha platformalarda ham zavq qilamiz onasiz. Xudo xolasa deb qo'y. Shunaqa Polni blogerlarga qirimda endi bu. Qarama onangizga bir boshdan. Narigi ro'zagacha endi iloji yo'q. Xudoda dimlanib yotdigi, shartdan batil o'ynalmay biladi. Meniki nima ko'rinmaydi. Aziz har kuni kirmayman-ku, men shu ro'zada ham kirgan bo'lsam, bir uzoq umumiy hisoblasang bir hafta kirdim-da yerga. Endi sen bilan bizni taqqosida bajaradi. Tushunmaysan. Har kirganimda bir ko'tlik qilaman, 5 kun 6 kunda odamlar ko'tlikni unutadi, oppoqqina bo'laman, yana bir ko'tlik qilaman. Tushunayapsan? Har kun ko'tlik qilsang bo'lmaydi. Sardor. Sardor. 2 kun, 2 kundan keyin sen o'zing aytding-ku, 2 kundan keyin tayyor bo'laman. 2 kundan keyin. Turishganmi? Shartdan. Men Sardordan qasdim bor-da baribir. Sochingni ol, seni bilib boshqa shartingni intir. Mana yetsan o'sha gapga. Sochingni olasan, pidaraskaga o'yin bo'ladi. Soching Turkiyaga o'tirdik. 25 ultrani pulini tashlab bera olaman naxo'y. Mana. Sardor buni sochini olmasa odamlarga qiziq joyi qolmagan. Soch Mana 25. Sochingni olasan, ertaga shuna kechgacha qo'lingda bo'ladi. men olsam bo'lmaydimi? Ali mana. Qanday qo'limda bo'ladi? Siz uzoqda bo'lsangiz. Toshkentda-yu. Havzada Toshkentdagi bilan. O'zi abidga chuquladi, abiddan keyin turib jo'nataveradi, tamom? Toshkent yaqin ekani borsam bo'lar ekan. Yo, kema o'zim yuboraman. Soch olib. Ol soch erkak bo'ling. Bezing Mana. olmaydi. Mana hisob. 25 ultra yana. Ol. Mana 38 yilda olmagan edim Sardor ogizdi. Mana 24 ultra keldi. Mana. Ishlab turgan telefon mana. Yangi. Mana bu yerda anaqachalar ham, mana qilasan. Uchgachalar. Voy bilat. Voy bilat. Rembo. Ama agar bezga atirib taqsang mana 22 ultra bor. Men yetsan o'sha gapga, tushundingmi? Mana. Yangi bu ham mana. Bezgaltir taqmaganmisan? Agar sochingni olib kelin salom qilsang, bitta iPhone 16. Voy bilat. Mana Rembo mana. Mana shuni sochimga berdi Sardor mana. Voy bilat. Ya butunlay Mendekkina sochingga nimasi?
Mana estinglar. Mana estinglar. Uchidan mana Ali Banat uchidan bitta she'r hozir otaman. Voy, mana 3 ta she'r otdi biz. Mana onasini sikay. Voy belat! Ay jalab. Oling. Bezgatir kiyvoradi hozir. Bitta she'r hozir shunday otaman. Oppoq bezgatir kiyadi hozir. O'rtadan bitta liniya yurgiz, bitta she'r. Saniki. Ertaga 25 ultra. Qolganini ertaga olaverasan. O'rtadan bitta liniya yurgizaversang bo'ldi. Voy, mana bu qara, bitta she'r otdi menga. Bunga she'r otdi. Ali Banatga 3 ta she'r otdi. Yana hozir 33 ta she'r qoldi. Mana shuni biladi. To'xta, men onasi. Mana. To'xtab tur, Mana men she'r va'da qildim. Og'zingga berib qo'ya, keyin otaveradi. Og'zingga ol. Og'zingda qasam. 2 minut vaqting bor, Rembo, 2 minut o'ylashga. She'r hozir shunday otaman. Bu kunlar keyin kelmaydi, Rembo. Ya bitta she'r kam endi. Va boshlanishiga deyapti, garing. Bu boshlanishiga o'xshagan, to'g'risida. Voy menga 2 million, Sardor menga 2 million bo'lib tushmaydi-ku baribir. Kimni ko'rdim, bilasan kim kirdi? Kim? Akmal akam kirdi. Qochi. 37-o'yinda bitta kirda ko'rib qoldim. Agar o'sha bo'lsa, chista Akmal aka. Assalomu alaykum, bobo, bayram muborak bo'lsin. Bobojonim, sizmisiz? Bizda Aziz yangi O'zbekistondan chiqib ketib, quvg'in bo'lib yurgan paytlarimiz Akmal aka juda katta yordam. Akmal aka joni sog' bo'lsin. Akmal akam ko'rdimmi? Unutmaymiz hech qachon sizni ulug' bobojon. Rembo ol. Ya menga 2 million bo'lib Hadi senga dalba yo'q. 2 million bo'lib tushmaydi she'r ya. Dalbay, otang 2 million pul bermagan. Men Sardor beraman deyapti. Sikasanmi? Bu she'rni kayfi boshqacha dalbayo. Rembo she'r ochdi. Ulug' shaman beraman deyapti. Ulug' shaman dalbayo'q. Ulug' shaman beraman deyapti. Ol ulug' shaman beraman deganda ol. Mana yozdi kuni kelyapti. Terlab yurasanmi kallang sasib? Uni shampuniga $100 ishlatib qo'yasan biroyda. Biля, uspet qilmadim, bilat. Og'zingni ochganda solaman deb. Uspet qilmadim. Ana Rembo qochyapti. Rembo qochyapti, Rembo kelsa. Ali Banatdan 25 ultra. Mendan bitta she'r. Yomon taklif emas. Ya Qo'taq shunda ham $2000 bo'lyapsan. voy Toshkentga bermasachi ultrani keyin olib turib. Pashol naxuyin, endi ko'tingga tiq sochingni. Bilat, Doktor nima? Menga qara, dalbayo. Menga qara, mana shuncha odam olib aytaman. 100 so'm pul so'ragan yo'q. 100 so'm pul. Beminnat kuniga menga $5000 deb podarka uryapti. Sizga bermaydimi shunday odam, dalbayo? O'zini ham kuzatyap turgan, biladi. Men bilasan, Alloh guvoh, birovga bitta gul ham qaytarib bermayman, ko'ngillamasam. Hayotda qaytarib. O'ptasha tuppa-tuzuk bo'ladingmi sochsiz, Nabara soching bo'lmasa chiroyli bo'ladingmi? Hozir bilan yursang ko'tingga sikib ketadi seni orqangdan birortasi qiz bola. Onasini sizga menga bir 5 ta she'r uringlar, olaman onasini sizga sochimni shunday olib qo'yaman. ya menga bitta ursa ham olib tashlayveraman hozir. Ha, o'z turishni ko'rsan, qosh ham oddiy holat bo'lib qoldi. Aslida qoshi bormi, yo'qmi, farqi yo'q. Aziz, sen qoshing olingani ham bilim. O'sha bilimga qop olingani ham Ketadi, chiqadi ketadi. Yashash qiyin bo'lyapti, Sardor yashash qiyin bo'lyapti. Qoshda haqqi ham qolmadi. U dunyoda o'zi bitta qosh himoya qilar ekan, Aziz, o haqqi ham qolmadi qo'shsanda bir. Birinchi qosh olishni kim boshlagan mana shu TikTokda? Rashid o'ynaydi. Rashid bitta olmagan, Beguloyev olgan. Birinchi qosh olishni men boshlaganman debdi. Yesh. Rashid Beguloyev olgan. Birinchi qosh men olganman debdi.
Sen Azizxon pasportingni almashtirib qo'y. Qoshsiz tushib bir rasmga. Nafsak sulch. qo'sh olsam odatiy hol bo'ldi. Yangi ko'tlik kashf qilaylik. Yangi ko'tlik qara, bitta Qirg'izistonda bitta mashina kelibdi, BMW. O'shani olib turib yoqaman 7 yilda. Arzon narxga berib yuboraman deyapti. Shuni bitta batl kelishamiz, bir katta shou qilamiz, bitta katta batlda yoqib yuboraman. Qamani deydi. Yo'q, anaqalar aytibman. Nima deydi? Hamma yo'q, yonida turadi. Ha, pajarni anu turadi. Pajarni qilib turib yoqilar. Rembo. Seni o'rningda boshqasi bo'lganda olaydi. Rembo. Bo'lardi, qalbi shu pulam yo'q bo'lmasa o'zida. Menga qara, to'yib ovqatlanasan. Senga 2000 dollar. Obtashaymi? Kichkina pul emas. Ole, bilat chalenga qo'tag'im, bilat sen qanday zamon. Oy, Rembo seni. Oy. Oy, sizga mana u bilan sochingga ham daxu yopilsa. Tag'in deydi. Bir narsa ko'rsatayim, o'lib qoldim ko'rib Sardor Muqara. Olayski. Ey. Maza Turk qilyapti. Rembo ol. Sunnat bo'ladi olib tasha, bizda mayli podarka o'z yo'liga yoki telefon o'z yo'liga, she'r o'z yo'liga, o'zing uchun, vijdoning uchun, o'zing o'zbeksan, musulmonsan, sochingni ol, sunnat bo'ladi. Ona chesti Mas'ud. Muqara. Muqara. Все ломать меня. Да, братуха, меня все ломать. Все. Aqbala qorabidi qarab. Меня просто ломать, ребят. Это нормально? Это не нормально. Это вообще не нормально. Тысяча... Ты даешь. Тебя дебил. Ты дебил, блядь, сучка. Qorab bitta ko'ragan janam, başliqqas o'qtarilib ketdi. Rembo ol onasini sizga. Rembo, Ol, Rembo. sen pastga qarama, qonning ochilsa pastga odamlar yordam bermaydi. Qonning ochdimi, savodan bahra ol. Dalbayib ol sochingni. Oy, sen bu mujik onasi sochga ketadigan quvvat badaniga ketsin. Ha, sen semirasan. Olmashadi yozdi kuni o'sha endi. Mana Sardor mana ulug' shaman bitta bilan she'r uraman deyapti. Ha, qo'tada olasanmi o'zi boshqa? Ulug' shaman deysan, tamom. Tak, britva ham bormi? Ovar sразу ustiga keladi hozir. Jala mashinka yo'q. Biz Bular aldamasanglar bo'ldi-da, ishqab. Oy, bizni otamiz aldamagan. Ben 2 minut vaqt berdim, tugadi 2 minut vaqtim. Ey, bitta soladi hozir. Ulug' shaman. Bo'ldi, tamam. Bitta she'rga telefon bermaymiz. Ulug' shaman bitta she'r urib bering, men savob bo'ladi. Lekin Seshanba kuni urib beraman bitta she'r, agar olsa. men hozir solaman. Onasini sizga agar urmasanglar borki, la'natlab so'kib chiqaveradi. Hammani so'kadi opa. Ben zapravka seshanba kuni. faqat tema bo'ladi o'zi ham bor. O'tala ko'chim oldilar. Bir hafta so'kadi, danamtilar deya mashinani qilib. Bu bilan seksi gulidan ham yomon bu. Yomon. Erkak jarabimi? Kunda so'kib chiqadi onangiz. Replar etib chiqadi Ali Balat, replar. Meni so'kib
olmasin, pizdes qiladi. Dilshod aka, bu pizdes yopishib oladi sizga. Mavzu aytaman, ogohlantiraman, senga berilgan vaqtda. To'g'rimi? Vaqt berdim. 2 minut senga vaqt dedim. Sardor, sen bitta she'r ursen, Ali bana she'r ursa, o'zi bitta beradi. 25 ultra. Beradi. Yo'q, qayerdan beradi? Qo'shatda deychi. Honor beradi, honor. Onasini shoshma. Beradi tur beqay. Rembo! Beqayki. Yaxshi. Ha? Ikkita she'rga rozimisan endi? Men senga boya aytdim. Qara, 2 minut vaqting bor endi bu. Menga ber, Ali Banat, menga bering, jalam men butunkiga o'tiray, jalam. Ikkita she'r menga bering. Xo'p, jim turing. Qara, Sardor bitta hozir she'r uradi. Eshityapsan? Men seshanba kuni bitta she'r urib beraman. Voy bila, ikkita she'r, voy bilat, Yo'la galab. sochi unga $300 kisanga pul bo'ladi. $300 degan 4 million so'm. 4 million so'mga normal telefon olsang ham Agar xohlasang, kartangga 3 million irg'itib beraman. mana. Mana qo'ysir, agar xohlasang seshanba kuni 3 million, 6 million bo'ldi mana. Ha. voy bilat, buni sochiga katta Agar aka she'r urib bering battle payti yo Sardor Xozg'osiga she'r ur desa ham farqi qilib beramiz. Bu dengiz mushug'ini juni ham bunchalik qimmat turmaydi, jalab. Dengiz mushug'ini juni ham. Andatraniki ham. voy bilat, Ali Banat. Shuning qimmatlashib ketdi. Boryapsizlar, hatto bitta she'r deylar, bitta she'r deylar. O'zida ayb, Jup bo'lsin, jup. Voy bilat, ikkita she'rga onasi. O'zida ayb, qara, o'zida ayb. Mana bu yerda shuncha odam turgan payti, bitta 25 ultra deyilgan payti davayda yormadi. Voy bilat, endi men bo'laman, hozir men sikilaman, hozir men bunga ikkita she'r urtalaring. Bitta uringlar, o'zi voy bilat. Hozir dichib o'tsa bittaga ham ko'nalish kerak aziz. Bunaqada. Yo, ikkita she'r zo'r edi. Yana qara, ikkita she'r olishingni yana qara. Qo'ysini mana 7 minut vaqting bor. Agar 7 minut bo'lsang bittaga tushadi. Ha? Optasa, bilat. Onasini ko'tingasiski. Soch o'saveradi, men odam zoti jun o'lgandan keyin o'sadi 60 kun, 70 kungacha. 120 jun o'saveradi, junni to'xtatib bo'lmaydi. O'saveradi. Mana Andatradan qimmat bo'lib ketdi juning. men bilan 100 ming berib sochimni olgizyapman, sen bilan 5 millionga olyapsan sochim. Men pul berib olgizyapman sochim. Lezo. Ha, u o'tmaydi, qaysilar bilan? O'tar ekan. Ay, yo'q, jinnimisan. Sochingni maytini yuvib turib keyin olishing kerak. Yo'q, qaychilab olish kerak oldin. Birinchi qaysilab tashlash kerak. Voy Hech be. bo'lmasa tepani qaychilab tashlash kerak. Qaychilar Rembo och qolgansan. Qonun Qaysiga ko'ndi? Qaysiga ko'ndi? ikkita Kartasiga she'rga ko'ying, ikkita. Yo, o'shani kartasiga tushirib beraylikmikan? Qaysi biriga ko'ndi? Xohlaganini qilib beramiz. Любойin. Xohlasin she'r, xohlasin karta. Voy bobo. Bilan odam qani bilan sochimiz bo'lgan deydi, onangiz keldi. Men ham erta pari taqib chiqsa mashina olmaysizlarmi? Bunda qaychi nimaga o'tmayapti? Bu harrami buni? O'rdingiz gram bosib ketganda jalab u sochga qaramaysan. Baribir daxl. Yana telefon ber deb onangiz keldi, bizlar so'kib yurma. Ikkita she'r, xohlasang kartangga tushiramiz, xohlasang hozir uramiz. 5 million, 4 million, 5 voy bila qimmat oyapsizlar. 6 million kim beradi? Birov ishlab ham topolmaydi-ku hozir odamlar. Bitta davlat ishida. Sochni qarang, voy bila. Sattanishxona ochtirishni iloji yo'qmi, Rembo? Ha? Sattanishxona. Qaychida shunday qirib turib, qo'llab turib, mayta qit oppadi, tamom bo'ldi. Mana shu 30tasini olsa keyin pul bermasa yana yomon bo'laveradi. Qaychi o'tmayapti ko'rinchi. Ajalab qaychi boshqa narsa qil.
Heching O qaychi yo'q-da. Ya qandoq o'tmaydi? Bunda ushlab turib kiysin, qandoq o'tmaydi qiyin. Olmasin. Tegimlar, olmasa olmasin, onasini. Olmasa haqiqatdan ham biza. Yo'q, olardim. Prosta qaychi o'tmayapti. Ertaga o'tkir qaychi olib ketsin. Bunaqa narsa bo'lishi mumkin emas, deyim bor, 6 million kichkina pul emas, qizlar olib boradi 6 million pulga. Qizlar olib boradi. Voy, hozir ilik-yuzi payti, hech kimda hozir oilasida bir yaxshigina pul ham yo'q hozir. Ilik-yuzi payti 6 million pulaga qilyapmiz, Hamma tuxum yeyapti hozir. O'zi ikkita sherga tushdingmi? Hozir bittaga tushasan, umuman yo'qqa tushasan. Shu imkoniyating bo'lmaydi, oxiri borib 15 mingmi 20 mingga olgizdirasan keyin. 25 ultraga biladi, noz qildi. 25 ultra ish. So'radim-ku, qancha turishini? Qancha turadi? Qancha turar aka? 1100 turadi tursa. O'tdi uni ham davri o'zi. Hozir ana u chiqdi-ku, o'zini zaryad qiladigan telefonlar chiqdi. Bir ming 200 mana 1200. Men 1150 ga olganman. Va tamommi? Ana 5 million ham quruq qolyapsan, mana ikkita sher ham. 3 minut vaqti qoldi. 6 3 million. minut vaqti bor. 3 minut vaqti bor. Shundan ham quruq qolasan. Kim beradi senga hozir? Bozorda ham qancha ishlashing kerak 5 millionga? Mana 7 Va million. ba'zi odamlarda 3 oylik oyligi shu 5 million ham. Kimmi? Ahbal onangni. Onang nomiga sizga harromiz siygalab. Qirg'izistonni vallati zinosi onangni omlariga kriterlarni aramday qilib o'ynang onangni sizga onangni omlarini. Ha onang tvoya onang nomiga sizga onasi jab. Onangni siskaman seni o'stirmayman men harromi. Sen Sardor bilan o'ynagan kuning onangni sizga o'lgan kuning butun Qirg'iziston senga paddesh qilsa ham yordam bera olmaydi. Endi onangni sikay, senga Qirg'izistonliklar sen Qirg'izistonni vallati zinosida senga paddeshga ham bermaydi. Bu onasi sizga bir ikkita oq quloq paddeshga qilmasa, Qirg'iziston ham senga paddeshga bermaydi onang nomiga sizga. Donatorlar so'kkanda ahvolar shunday bo'ladi, ahvolar. Ya Sampo bilan o'ynayapti. Endi meni uryapman bu yerdan 50 nechga bo'lyapti. Bular endi daqiq kishi uryapti-da. Sardor aytding. Ali Borat yelkasi yer ko'rmaydi deb mana yengdik deyman. Sampoga aytaman, "Bos, onangni sikay, bos" deyman. U ham yuttirdim-da uchib bir bo'ldi-da deydi. Bossaydi, onangni omini ko'rayding yelkangni, onangni sikay. Ali Banat ko'rardik keyin vahshiy ona holatini. Pidaras bu menga qattiqlashadi, sampolarga qattiqlashmaydi-da. Bu yuzaki urgan. Sen onangni sikasini Ya 10 kami 8,5 kami zapravkam bordi. Ana ketdi 5 ana perchatkaga kombo qildim. 50 nechga bo'lib ketdi. Onangni omiga sizga onangni omini shuna qayrib olaydim o'sha o'tirgan joyimni onangni sizga. kecha boykani ko'rmadingmi nima qilib taylagan? Ko'ring, bu 1 minut vaqting qoldi, gapga chalg'iyapti ular. 1 minut. Ko'tiga ursin sochi ham zaybalay buni sochi ham. 5 million ham quruq qolasan. Yo'q, bir so'm bermaymiz bo'ldi. Boshqa 30 mingni oldim. Biz sani foydangga gapiryapmiz, gari. Bo'pti, hoji aka, mayda flash qiling, bo'pti, sizga 10 ga uramiz. Hoji aka sizni qiynalayotganingizni bilib aytyapti-da bu yomonsi. Aka do'nqayib o'tib ketasiz, do'nqayib o'tib ketasiz. Men oqsalab ham yurib yuraman onasiz. Men uraman onangiz, 10 ga solaman aka. Oqsalab ham yurib yuraman. Eng qizig'ida Sardor, men so'kkanim yo jim o'tiribman, onangni sikayam deyapti, og'zingga sikayam deyapti. Ha bo'ldi, yutding, ko'tingni qisib ket, nima qilasan meni so'kib suka? Shoshilmay turing, buni hali jazosini beramiz. Menga viza qildi deyapman-ku. Ertadan keyingami 3-slogami viza qildi. Bo'ldi. 3-slogini. Bir kelsin aylanib. His qildiramiz. Mayli, bir kattaroq shot bilan yutsa ham mayli, faqat 5x ga ponchik urib yutdi-da, ponchik. Ko'takan sarim bor.
quruq qolding. Rembo senga yana 5 minut vaqt bersak o'ylab ko'rasanmi? O garing 3 ta odamni oyligi bu hozir O'zbekistonda. 3 ta odamni oyligi. Ya endi bitta she'rga tushdi-da. Men o'zim uraman. Dilshod akam kerak emas. Ha, o'zing ham qara, mana. Ben xuysini olsang urib beraman, onasiniski yana bitta she'r. Ikkita bo'ldi ham. Yana 5 minut vaqt ketdimi? Yana 5 minut qo'shinglar. Mana o'sha o'tmaydigan qayching bilan pichoqingni olib kelib kesib tashlashing ham bo'ladi. O'tkir pichoq. O'zi Dilshoddan menga bitta atagani bor edi, o'sha ham senga ketyapti edi, dalbayo. Ha, sizga atdendi, sizga atdendi. Sizniki u, mana sizniki mana turibdi. Bu sizniki aloqa. Yallashmaydi u. Ey, olib kecha bundan kesib ko'rchi. Ya, keldi bu. Shunaqa alam qilyapti, so'chib. Umurbek keldi, Umurbek. Bachcho bilan. Va Rembo yomon alam qilyapti, sani soching manda emasligi. Yomon alam qilyapti menga. Do'stlar, yozma bir minut gapirmay. Qaranglar, 6 million so'm pul kichkina pul emasda. 6 million pul kartasiga tushiramiz deyapmiz. Xohlasin podarkasiga olsin deyapmiz. She'r bo'lsa she'r qo'yamiz deyapmiz. 6 million onasiz haqiqatda 3 kishini oyligi hozir. 6 million tirs. Bachcho onangni sikey. Odam 60 yoshga kirib, Rembo 2 million pensiya olyapti. 60 yil umri ketyapti bu 2 million pensiya uchun. Dalboy o'lib ketib turganlar bor. Buni yoshga yetmasdan. Ovre, menga sasigan sochingni. Millat ne azartda o'stirgan. Axir necha yil vaqt ketdi. Yana o'siribdi. Sochingga qo'ttag'im. Hapsi oldirma. Hop, mayli, sen aytyapsan mana Rembo, necha yil umrim ketdi deyapsan. Shu soching uchun senga birov rahmat aytyaptimi? 3-4 ta non ko'tarib beryaptimi? Yo'q, ovqat olib kelib beryaptimi? Kisang 3-4 so'm pul tiqyaptimi? Sikkasanmi bu sochni? Ali Silvestr Ali bana qishda ham yo'q edi buni sochi. Baqa vodiyga keldi-yu bu bachag'ar. Rainbow'ga o'xshagisi kelyapti. Rainbow'ga borib o'sha yerda bitta film olib kelar ekan. Rembo, mana senga shaniz. Ertadan keyinga o'ynaymizmi sen bilan? Qachonga battle menga tashlaysan? Easy. Pardon, Ertadan keyin. sochini olam. Qarab tur. Ertadan keyinga battle'da yutsang libo shartingni qilib beraman. Agar meni yutsam, o'sha kuni hammani oldida sochingni olasan, Dabavishni 3 million kartanga pul tushirib beraman. Kelishdingmi? Ya bitta amam bunchalik noz qilmaydi, miyangga qo'tag'ini. Bu paytgacha borki bu qiz silkasini beryoraydi. Oling, Qaychi o'tmayapti. Qaychi. o'tmagan qaychini bilan olib tashlaqani olguningcha. Pichoqda kes. Qanani ovqat qilayotgan pichog'ing? O'tkirdi shu. Ular mana shu o'rtasidan Ha, o'rtasidan olish ovqat qilayotgan pichoqda. Pichoqda ololmaydi, hozir aka pichoq bo'lmaydi baribir. Oladi, shuni kesib tashlaydi. Aso. Keyin u yog'ini biritib yuboraveradi. Asbobingni juni oladigan britvalar ham bormi? Asbobingni britva. Sochni shunchalik o'stirayapsan, asbob juni ham pachadan chiqib kelmasa bo'ladi. Yaqinda asbobingni juniga ham pul berib olishmasak bo'ldi endi jalam. Buni sochini jalab, buni sochini hozir olib baloga qolamiz. Itda so'kib chiqadi buni. Yo'q, so'kmaydi, mard bo'la oladi. Keschi oldini ko'p ushlama, qalin ushlama, oz-ozdan ushlab keskin. Oz-ozdan, to'ta-to'tadan ushlab kes. Bu harom ekan bizdan so'kib yurardi. O'lgani go'rimizgacha so'kadi. Pizdes qiladi, bilaman. O sochini tara yuribdi hali. Bo'ldi. O'ynaga qara, termilib. Bo'ldi, ammo vaqting tugadi yana 4 dan 5 tur. Gap. Ichingda sani shayton yo'q deyapti, lekin farishta ol deyapti. Albatta. Shayton seni yo'ldan uryapti. Sen farishtaga bo'ysun. Meni sochimni olaman deysa, men buncha nozlanmaydim. 25 ultra beraman desa, ship olaydim tamom. Men ham senga o'xshagan. Mana men bilan hayotimda olmagan edim sochimni shu yoshimga kirib va bo'lib tashladi. Iloji yo'q.
Sen farishtani gapiga kirib kam bo'lmaysan. 10 yil keyinga quloq sol. Shayton prosa qilma deb odamni yo'ldan uradi. Rainbow'ni uylantirishimiz kerak. U bu nimalar Rainbow gapga yaxshi. O'zini xotinishi. O'zini xotini tomi ketib qolganmi? Yaxshi. Bu xotin topib uylantirishimiz kerak endi. Bolalari ham bormi, Rembo? Bolang bormi? Onasi bilan yashaydimi? O'zing bilanmi? O'zi bilan ham yashaydi. Qandoshiga berib qo'ygan, qandoshida yashaydi. Farhod akasida.